Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Xo'jahayronda yana bir fazil xonadonda ustalarimiz o'sha ablisovka fasad g'ishtlarini terib berishdi. Razmerlar narxlari haqida aytaman. Undan avval kanalga abone bo'lsangiz obuna bo'ling. O'sha yurakcha qizartirib qo'ying, sababi biz har kunlik video chiqarib boramiz sizlar uchun foydali. Azizlar, usta haqqiga keladigan bo'lsa 140 mingdan usta haqqiga terib berishgan shu fasonni ustalarimiz telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nasib vaqtga qarab zakaz olishadi. Samarqand g'isht 24 ga 5 lik va 23 qilib chaqlab chiqilgan, standart qilib bitta stanoyda. Masalan, 4 mingta, 3 mingta g'isht ketadigan bo'lsa, 5 mingta, 10 mingta hammasi bitta chaqlab ruchnoy mana shu qo'l mehnatida qilib chiqiladi hammasi. Va fikrlar yozinglar, bemalol telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. 140 mingdan 170 minggacha usta haqqi bo'ladi fasoniga qarab. Marmarlarni ham terib berishgan. 250 mingdan 300 ming, 400 minggacha balandligiga qarab terib berishadi. Faska ochilgan marmarda o'zi keladi. Usta haqqi bilan terib berishadi. Faqat sement, qum uydiga solib beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qurilish qilmoqchi bo'lgan ko'klarga jo'natib qo'yamiz.